ismim Yo'ldosh Vodilafruz Rustamovna. 1986-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. Oldiniga uyda o'tirib, har xil qog'ozlardan yoki matolardan gulla yasashni boshladim. O'zi kichkinalik paytimdan gullaga juda ham boshqacha mehr berganman. Gullaga qiziqqanman. Sun'iy gulla yasashni boshladim. Yana shokoladlardan gulla yasashni boshladim. Keyin bu qiziqishim mana shu gulla bo'yicha biznes qilish g'oyasini tug'dirdi. Keyin shu biznesga qo'l urishni boshladim. Bu biznesni boshlayotganda o'zim hisobimdagi pullar bilan boshladim va keyinchalik yana faoliyatimni kengaytirish maqsadida prezidentimiz tadbirkor ayollarga yordam berish kerak degan ko'plab qarorlar chiqdi, yordamlar chiqdi. Shularga tayangan holda mahallaga murojaat qildim. Yodagi hokim yordamchilari menga yordam berishdi. Xotin-qizlar faoliyati, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlab imtiyozli kreditlar ajratishgan ekan. Shu kreditlardan foydalandim. Va faoliyatim hozirgi kunda 33 million kredit oldim va shu bilan davom ettiraman. Bugungi kunda erishgan yutuqlarimdan bittasi bu boshlaganimda kichkinagina do'konchadan boshlaganman, 2x3 razmerdagi. Keyinchalik bu biznesim kattalashdi. Mana hozirgi kunda kattaroq do'kon olib, shuni yurg'izyapman. Endi yana kelajakda yana niyatlarim bor. Yana faoliyatimni kattalashtirish, ya'ni bu degani chetdan gullarni olib kirib, chet ellik gullar bilan ham shug'ullanish. Buni guldasalar yasab xalqqa taqdim qilish. Bugungi kunda tadbirkor ayollarga nisbatan juda ham ko'p prezidentimiz qarorlari chiqyapti, qo'llab-quvvatlaydigan, ya'ni boshlang'ich to'lovsiz kreditlar berilyapti. Uyda ko'p ayollarimiz o'tirib qolishgan, bola chaqa bilan ovora bo'lib yoki bo'lmasam ajrashgan ayollarimiz ham ko'p, nima bilan shug'ullanishni bilmay, qanaqa pul topishni bilmay qiynalayotgan ayollarimiz ham ko'p. Shunaqa ayollarga aytmoqchimanki, hech ham tushkunlikka tushmanglar. Davlatimizga, ya'ni mahallalarga murojaat qilsanglar, ular juda ham ko'p yordamlar berishadi sizlarga, qanaqa nima yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Prezidentimizga ko'pdan ko'p tashakkur aytaman. Shunaqa ayollarni qo'llab-quvvatlayotganlari uchun, ularga ko'plab sharoitlar yaratib berayotganlari uchun minnatdorchilik bildiraman. Menga o'xshagan ayollar ko'paysin.